Boshlang'ich to'lov $499 evaziga bugun sizlarga Cobalt Gentra Monza emas, K5 mashinasini topib qo'ydik. Mashina 2023-yil akkuratni qarab haydalgan, o'zini birinchi pozitsiya diskalariga mehr berilgan, restyling narsalar qilingan, tomi qoraytirilmagan xolos. Bu mashina 215 ming kilometr yurgan, lekin bu mashinalarga 215 ming, 500 minggacha probeg ishlanma emas. Salonlar akkuratni mehr berib haydalgan. Xullas bu mashinaning orqasida propan gaz ballonlari bor. Mashina propan gaz ballonida 600 kilometrgacha yurar ekan, 300 mingga 600 kilometr. Mashinaning faralari yonmaydi, o'z bilasizlar. Lekin bunga GT Line faralarini qo'yib qo'yishgan, cho'tki turibdi, yonadi. Hozir birinchi pozitsiyada o'zi yonmaydi. Xullas bu mashinani bugun bizdan tan narxi 19,5 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. $499 bilan nomingizga o'tkazib beramiz. Bitta gayida xarajatingiz bo'ladi. Videoga like bosib, hamma K5 qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Bunaqa narxlarda bizdan boshqa joydan topishinglar qiyin. Chunki bunaqa narxda chiqish uchun ishoninglar, ancha-muncha foydadan ketish kerak bo'ladi. Bu bo'lsa oson ish emas. Buni oylik to'lovlar qanchadan chiqishini Telegram kanalimizga o'tib bilsanglar bo'ladi. O'tib olinglar.